Qadrli yurtdoshlar, mana bugun biz Jizzax viloyati Baxmal tumani Oyqor qishloq fuqarolar yig'inida quyosh panel o'rnatyapmiz. Mana quyosh panellarimizni o'rnatib oldik. Invertor hech qanday toksiz quyoshning o'ziga yorqin ishlaydi. Mana ob-havo bulut bo'lib turibdi. Bizning anamiz quyosh panelimiz to'p kerak. Mana bizning ustamiz Muhammadjon o'z ishining ustasi. Ishlayapti. Muhammad mana shu karkazlarini, quyosh panellarini o'rnatgan bola mana shu. Ishlayapti hozir. Kabel-pabellarni, bolgarkalarni ishlatishga yuzaga qo'yamiz. Bu yoqda mana artizanimiz 7,5 kilovatlik artizan ishlayapti.